Assalomu alaykum everyone. Welcome to another lesson. Demak, bugungi darsimizda siz bilan yana reading qilamiz va bu readingda demak siz bilan environment haqida gaplashar ekanmiz. Demak, environmentga doir so'zlar, environment haqida ideyalar bugungi qisqagina passajimizdan chiqadi va u lug'atlarni yodlaymiz, o'rganamiz va ishlatilishini ham ko'ramiz. Agar tayyor bo'lsanglar, demak, ketdik. Xo'p, qarang, bizda tekst bor va bu tekst environment haqida, menimcha sizga ko'rinyapti. An'anaga sodiq qolgan holda bu tekstni o'qishdan oldin bir audiosini eshitamiz. Ya'ni audiosini eshitib, bu so'zlarni o'qilishi qanaqa o'zi, qanday o'qiladi, shularni bir ko'z yugurtirib o'tamiz, okay? Demak, buni kattaroq qildim va tayyor bo'lsanglar, ketdik, men audioni qo'yib yuboraman. The environment is everything that surrounds us: plants, animals, buildings, country, air, water, literally everything that can affect us in any way. The environment of a town, with its buildings and traffic and its noise and smells, where everyone is on top of everyone else, is a far cry from that of the countryside, with its fields and crops, its wild and domestic animals, and its feeling of spaciousness. And the environment differs in different parts of the world. Ecology is the science of how living creatures and plants exist together and depend on each other and on the local environment. Where an environment is undisturbed, the ecology of an area is in balance. But if a creature is exterminated or an alien species introduced, then the ecology of the district will be upset. In other words, the balance of nature will be disturbed. Man is a part of the environment and has done more to upset the ecology during his short span on Earth than any other living creature. He has done this by his ignorance, his greed, his thoughtless folly, and his wanton wastefulness. He has poisoned the atmosphere and polluted both land and water. He has squandered the earth's natural resources with no thought for the future, and has thought out the most devastating ways of killing his fellow men and every other sort of life as well. Since man has done so much damage, it is up to man to try to put matters right, if it is not already too late. If there is to be any remedy for our ills, that remedy ultimately lies in the hands of the young, and the sooner they start doing something about it, the better. All right, thank you very much. I think siz ham his qildingiz, что bu tekst ichida biz o'rganishimiz kerak bo'ladigan, biz uchun foydali bo'ladigan, IELTSda oldimizdan chiqadigan, demak, yangi so'zlar talaygina va mana shu so'zlarni siz bilan birma-bir ko'rishni boshlaymiz. Okay? Demak, qarang. The environment. Demak, environment is everything that surrounds us. Demak, bizni o'rab turgan hamma narsa. Demak, o'simliklar, animals, buildings, country, air, water, literally everything that can affect us in any way. Okay, endi qarang, mana bu yerda ajoyib so'z bor. The environment of a town, ya'ni shaharlarni environmenti, ya'ni shahardagi atrof muhit nimalar bilan? U yerdagi o'sha binolar, traffic and its noise and smells, where everyone is on the top of everyone else. Ya'ni hamma bir-birini ustida, o'sha domlada is a far cry that of the countryside deb qo'yibdi. Demak, qarang. Mana bu yerda cry so'zi sizga yig'lagan ma'nosida eshitilishi mumkin, lekin aslida yig'lagan emas. Buni tarjimasi biroz boshqacha. Demak, qarang. Agar siz aytsangiz, something is a far cry from something deydigan bo'lsangiz, buni tarjimasi bizga o'shandan butunlay farq qiladi. Okay? Ya'ni u boshqa dunyo, bu boshqa dunyo. Masalan, qarang. Life in the city is a far cry from life in small village. Ya'ni shahardagi hayot qishloqdagi hayotdan butunlay farq qiladi degan ma'noda kelyapti. Yoki qarang, his new job is a far cry from what he expected. Demak, uni yangi ishi u kutgandan ancha farq qiladi. Demak, different o'rniga yaxshi, faqat bu butunlay farq qiladi degan ma'noda. Masalan, hozir aytsangiz bo'ladi, my life after marriage is a far cry from that of my bachelor. Okay, from when I was single. Ya'ni turmush qurganimdan keyingi hayotim yolg'iz, ya'ni bo'ydoq hayotimdagidan ancha farq qilar ekan. Ertalab turish kerak ekan, zavtrak qilish kerak ekan, supurish kerak ekan, ovqat qilish kerak ekan. Xullas, butunlay farq qiladi degan ma'noda. Okay? Endi qarang, tekstda nima deyapti? O'sha
shaharlarni tabiati mana shu narsalari bilan butunlay farq qiladi from that of the countryside. Countryside demak qishloqlar, bilasiz. Endi u yerda nima with fields and crops and its wild and domestic animals, demak hayvonlari and its feeling of spaciousness. Keling mana shu spaciousness degan so'zni ko'ramiz. Qarang. Tushunishingiz oson bo'lishi uchun bizaga bu so'z oldin space bo'lgan. Space degani bu oddiygina joy. Keyin bu narsa bizaga bo'lgan spacious. Spacious degan narsani yozib qo'ying. Juda ham zo'r so'z. Agar masalan uyingizni tasvirlayotgan bo'lsangiz, we have 5 rooms, all of them are very spacious deydigan bo'lsangiz, xonalar keng. Tushunyapsizmi? Masalan, oddiygina Cobalt bilan Tikoni taqqoslaydigan bo'lsangiz, qaysi biri spacious? Albatta Cobalt spacious. Ya'ni kirganingizda, buncha keng ekan, joy katta ekan degan ma'noni beradi. Endi o'sha qishloqda spaciousness bor, ya'ni feeling of spaciousness degani bir kenglik hissi. Ya'ni nima deydi, yuragi siqib ketmaydi-da. Sizda bo'lganmi yo'qmi? Bobom bizaga domga kelsalar, aytardilar, "Uying buncha to'ra, yuragim siqib ketyapti" derdi. Ya'ni bunday qarasangiz devor, bunday qarasangiz devor. Qishloqda spacious, ya'ni keng. So the quality of having a lot of open space, so people enjoy spaciousness of the countryside. Ya'ni buni ham bitta ideya qilib ishlatsangiz bo'ladi. Nimaga ba'zi odamlar qishloqlarni yaxshi ko'radi desa, well, I think people enjoy the spaciousness of the countryside deb bersangiz bo'ladi. Okay? Demak, qishloqlarda spaciousness bor and the environment differs in different parts of the world. Dunyoni har xil joylarida har xil. Okay. Endi davomida qarang. Ecology is the science of how living creatures and plants exist together and depend on each other and on the local environment deb degan. Okay, endi qarang. Bizada ideya bor. Where an environment is undisturbed, ya'ni qachonki environment undisturbed bo'ladigan bo'lsa, the ecology of an area is in balance, but if a creature is exterminated or an alien species introduced, then the ecology of the district it will be upset. Qarang, sizga bitta rasm ko'rsataman. Mana shundan menimcha farqiga borib olasiz. So, the balance of the nature, disturbed and undisturbed. Demak, disturbed ko'radigan bo'lsangiz, demak insonlar уже qo'shilgan, musor chiqargan, axlat chiqargan, hayvonlar qirib tashlangan, o'ldirilgan. Undisturbed da bo'ladigan bo'lsa, inson qo'li tegmagan, ya'ni tabiatni tabiat o'zi mazza qilib, kayf qilib yashab yuribdi. Tushunyapsizmi? Demak, mana shunaqa ikkita so'z bizga. Qachonki tabiat disturbed bo'lsa, bu zararlangan, yomon ahvolda, undisturbed bo'ladigan bo'lsa, hammasi joyida. Endi qarang, tekstda bizga shu narsani beryapti. Qachonki tabiat undisturbed bo'ladigan bo'lsa, ecology balanceda, hammasi joyida. Lekin qachonki qanaqadir bir hayvon turi exterminate bo'ladigan bo'lsa, keling exterminate degan so'zni navbatdan tashqari vokabulari qilib yozib qo'yamiz. Qarang. Exterminate degani o'sha nimani, hayvonni butunlay qirib tashlash. Qarang. To kill all the members of group of people or animals. Ya'ni butunlay qirib tashlash. Masalan, sal qoldi hozir boshqa example beraveradi. No, buni yozib ko'rsataman. Okay? So, Hitler wanted to exterminate all the Jews, misol uchun. Tushunyapsiz? Ya'ni tarjimasini tushundingiz. Mana shu odam mana shu millatni nima qilmoqchi bo'lgan ekan? Polностью qirib tashlamoqchi bo'lgan ekan. Bu yerda fur seals were nearly exterminated a few years ago. Demak, mana shu hayvon turi bir necha yil oldin nima qilgan ekan? Polностью qirib tashlangan ekan. Demak, buni passivda ishlatsak bo'lar ekan. Passivda qanaqa? Demak, X has been terminated. Bu present perfectda yoki X was terminated. Oldin yoki bo'lmasa people have already exterminate. People have already exterminated many new species. Ya'ni yangi hayvon turlarini insonlar allaqachon qirib tashladi degandek. Okay? Endi tekstda aytayapti, qachonki hayvon qirib tashlansa yoki boshqa hayvon introduce qilinsa, masalan, dodo qushi haqida bilasiz-a? Qarang. Dodo bird. Mana shu dodo qushi nimani natijasida o'lib ketgan? Orolga yangi kelgan odamlar kuchuklar va mushuklarni olib kelgan. Natijada dodo qushida hech qanaqa xavf-xatar instinkti bo'lmagan o'sha paytda. Ya'ni kuchukdan qochish yoki mushukdan qochish instinkti bo'lmagan va ana bu kuchuklar, mushuklar ko'payganda dodo qushini yeb tashlagan va dodo qushi butun insoniyat tarixidan shunchaki yo'q bo'lib ketgan. Ya'ni exterminate bo'lib ketgan.
Bu yerda xuddi shu narsani aytyapti. Qachonki yangi hayvon qo'shilsa, then the ecology of a district will be upset. Upset degani xafa. Haqiqatdan ham ko'rib turibsiz, mana bu chap tomondagi rasmda yoki bundagi chap tomondagi rasmda ekologiya xafa, ya'ni shunchaki upset. Okay? So, keling endi davom etamiz. Qarang, nima deyapti yana? In other words, nature of the balance of the nature will be disturbed. Ya'ni boyagi balans buziladi. And the man is a part of the environment and has done more to upset the ecology during his short span. Keling mana shu span degan so'zni ko'raylik. Qarang, span so'zi bu muddat, umuman olganda, qachonki verb bo'ladigan bo'lsa, noun bo'ladigan bo'lsa, period or length of time, ya'ni bir muddat degani. Masalan, qarang. During his short span as a leader, ya'ni lider sifatida o'zini qisqa muddat ichida many changes occurred, ya'ni ko'p o'zgarishlar bo'ldi. Masalan, o'zi 4 yil direktor bo'lgan bo'lsa, universitet gullab yashnab ketdi 4 yil ichida. Yoki the project was completed over a span of 5 years. Ko'ryapsan? Over a span of 5 years degani 5 yil muddat ichida. Bu narsani hali writing tasdiqdan o'tganda ham ko'ramiz. Span degan so'z demak bir muddat deganday keladi. Endi insoniyat deyapti, o'zini qisqa muddatli vaqtida yerda juda ham ko'p yomon ishlar qildi. Then any other living creature. Haqiqatan ham dinozavrlar ham yashagan bizdan oldin. Yer shakli muz holatida ham bo'lgan, lekin u paytlarda insonchalik odamlar yerni dabdalasini chiqarib tashlamagan. Endi he has done this by his ignorance. Mana shu ignorance degan so'zni ko'ramiz, chunki IELTS passagelarda keladi. Qarang. Ignorance degan so'z kimnidir ignore qilish emas. Buni tarjimasi bo'ladi johillik. Agar g'irt o'zbek tilida gapiradigan bo'lsak, yoki bo'lmasa shunchaki bilimsizlik. Ya'ni o'sha odamda mana shu narsa bo'yicha hech qanaqa ma'lumot yo'q. Men aniq bilaman, ko'chada baklashka ot o'radigan odamlar o'sha baklashka 500 yilda chirishi haqida ma'lumoti yo'q. U prosta johil, ya'ni ichadi, baklashkani nima qilish bilmaydi, tashlab yuboradi. Bo'ldi. Ya'ni ignorance degani mana shunaqa. Qarang. Environmental damage often results from ignorance. Ya'ni tabiatga insonlarning zarari odatda nimadan kelib chiqadi? Shunchaki bilimsizlikdan. Yoki his ignorance of the rules, mana buni ham yozib qo'ying, ignorance of rules. Buni tarjimasi demak qoidalar haqida xabari yo'qligi. Ya'ni u qoidalardan umuman olganda xabari yo'q. Caused serious problems. Demak juda ham jiddiy muammolarga olib keldi. Yana bitta yaxshi nimasi, qarang. Ignorance noun bo'lganda passivda ishlatsangiz, they were kept in ignorance of their government's activity. Ya'ni to be kept of ignorance bo'ladigan bo'lsa, o'sha haqida ma'lumoti yo'q. Mana bu ham yaxshi, qarang. Out of ignorance. Out of ignorance yozib qo'ying. Men bilmay qildim buni. Masalan, mana shu baklashkani tashladim va menga shtraf keldi $500. Malayziyada yuribman. Shtraf kelganda men bilmagandim deymiz-ku. Ya'ni nima deymiz? I did something out of ignorance. Buni ham yozib qo'yamiz, okay? I did something out of ignorance. Ya'ni shtobi bu narsa mumkin emasligini bilmasdan qildim. Yoki bu yerda yozib qo'ygan. Children often behave badly out of ignorance. Ya'ni bolalar odatda shunchaki bilmaganidan yomon behave qiladi. Masalan, mehmonga kelib olib idishlarni otadi, boshqa qiladi. Ular bilmaydi-da, chunki mumkin emasligini. Tushunyapsan? Demak, ignorance mana shunaqa. Demak, insoniyat o'zini bilimsizligi, greed, nafsi, thoughtless folly and his wanton wastefulness. Keling ko'ramiz. Thoughtless degani bir aqlsiz, folly degan narsa bir ahmoqlik desak bo'ladi. Ya'ni shunchaki sho'xlik desak bo'ladi. Okay? Masalan, qarang. Folly. Mana foolish deydi-ku, ahmoq deydi. Fool degani o'zi ahmoq, folly bo'ladigan bo'lsa, o'sha narsa haqida lack of judgment, the act of doing something stupid and activity. Mana bu narsa bor. So, qarang. Follies of the youth. Follies of youth, ya'ni yoshlikdagi ahmoq qiliqlar degan ma'noda. Bu yerda yana aytayapti, inson o'zini nafsi o'ylamasdan qilgan ahmoqliklari va wanton wastefulness. Keling, wanton degan so'zni siz bilan birgalikda ko'ramiz, okay? Qarang, wanton tarjimasi bizga bo'ladi causing harm or damage deliberately and for no acceptable reason. Men hech qachon tushunmayman-da. Nimaga odam kuzda to'kilgan barglarni yig'ib yoqib yuboradi? Sabab. I don't know. Wanton destruction, mana prosta mana aytadi-ku, qo'ling qichyaptimi deydi-ku, o'sha qo'li qichigandan qilgan narsalar xullas, okay? So, bu yerda aytyapmiz wanton wastefulness. Shunchaki zerikib kuniga bir dunyo narsa yeb hammasini musorga tashlaydi yoki kiymaydigan narsasini ham oladi. Xullas, shunchaki unacceptable wastefulness desak bo'lar ekan.
Endi davomida qarang. He deb turib biz insoniyatga nisbatan ishlatyapmiz. Okay? Has poisoned the atmosphere and polluted both land and water. Demak qarang, o'sha insoniyat butun atmosferani zaharladi va pollute degani ifloslash. Bu narsani bilasiz, ya'ni yerni ham, suvni ham rasvo qildi. So, he has squandered the earth's natural resources with no thought for the future. Squander degan so'zni ko'ramiz. Qarang. Squander degani bizaga waste degani, faqat waste'dan yaxshiroq. Ya'ni qarang, to waste something in a careless or irresponsible way. Ya'ni shunchaki mas'uliyatsiz va o'ylamasdan bemalol hamma narsani isrof qilib tashlash. Masalan qarang, many countries have squandered their natural resources. Yoki he squandered his savings on unnecessary luxury. Ya'ni nima deyapti? Odatda biz ishlatamiz, qarang. Squander money, savings, time yoki resources va undan keyin albatta on ishlatadigan bo'lsangiz nimadirga ishlatib yubordi. Tushunyapsizmi? Masalan, hozir aytsak bo'ladi, many young people squander their time on social media. Ya'ni shunchaki o'ylamasdan nima qilib yuboradi? Social mediaga ishlatib yuboradi vaqtini degandek. Okay? Mana bu yerda example bor ekan. He squandered all his money on gambling. Ya'ni u hamma pulini qimorda nima qilib yubordi? Ishlatib isrof qildi. He squandered her chances of winning. Demak, yutish imkoniyatlarini nima qildi? Squander qildi. Yoki qarang, he just squandered his talent. Demak, uni talanti bor edi. Kim haqida gap ketyapti? Azart, Neymar, bilmadim. Kim bo'lsa ham talanti bor edi, lekin shoularga, klublarga, reklamalarga, shootinglarga bordida talantini shunchaki isrof qildi, misol uchun. Bu yerda aytyapmiz. Demak, insoniyat yerni tabiiy resurslarini shunchaki nima qilib isrof qilib with no thought for the future, ya'ni kelajakni umuman o'ylamasdan. And has sought out the most devastating ways of killing his fellow man and every other sort of life. Keling mana bu so'zni ko'ramiz. Sought out. Qarang. Think agar out bilan keladigan bo'lsa, o'sha narsani create qilish, invent qilish degan ma'noda. Okay? So, to consider or plan something carefully, ya'ni nimanidir yaxshilab, o'ylab, reja qilib. Bu yerda nima deyapti? Demak, insoniyat eng devastate degan so'zni yozib qo'ying. Devastate o'zi vayron qilish degani, qachonki agar verb bo'ladigan bo'lsa, reklamalar ozgina alasab ketyapti. Devastate. Yep, qarang. Devastate tarjimasi to completely destroy a place or an area. O'sha joyni, masalan, tankga olib borib banglatib portlab tashlasa, o'sha hududni devastate qilgan bo'lamiz. Endi odamga nisbatan keladigan bo'lsa, masalan, qarang. Kimnidir yaqin odami, insoni o'lib qoladigan bo'lsa va yuragi tilka pora bo'lib ketadi-ku. Ya'ni bo'ldi, yasholmayman bu insonsiz deydi-ku. O'shanaqa holatda demak devastate bo'ladi. Bu lekin verb. Tushunyapsizmi? Masalan, hozir aytsak bo'ladi. Nima deb? The breakup devastated him. Ya'ni qiz bola xullas bo'ldi, men seni yaxshi ko'rmay qoldim, biz ajrashamiz dedi va bola endi shu bilan nima qilib qoldi? Polностью vaqtini ichib klubda o'tkazyapti. Demak, mana shu ayriliq uni yuragini tilka pora qilib tashadi, misol uchun. Okay? Endi devastating bo'ladigan bo'lsa, bu xuddi mana shu narsani adjective, ya'ni judayam katta zarar beruvchi. Masalan, devastating explosion bizaga demak bomba portlashi. Devastating fire, ukuni masalan aviatorda korzinkani oldi, demak nima bo'lib ketdi? Yonib ketdi. Devastating fire, demak juda ham katta damage. Mana bu narsani yozib qo'ying. Devastating effect. Misol uchun, nimanidir vayronkor ta'siri bo'ladigan bo'lsa, masalan, playing too much computer. Okay, playing computer games too much, okay, has a devastating effect on eyes. Ya'ni kompyuter o'yinlarini juda ko'p o'ynaydigan bo'lsang, buni ko'zga vayronkor ta'siri bor, ya'ni yomon ta'siri bor degan ma'noda ishlatsak bo'lar ekan. Okay? Endi tekstda qarang. Juda ham vayronkor yo'llarni o'ylab topdi, o'zini sheriklarini o'ldirishdi va boshqa hayvonlarni o'ldirishdi. Okay. Endi since man has done so much damage, it's up to man to try to put matters right. Demak, mana bu yerda yana bitta yangi struktura bor, guys. Men sizga buni grammar deb yozib qo'yaman. Okay? So grammar take away. Qarang. Juda ham ajoyib struktura. Agar siz
since subject plus verb virgul subject plus verb beradigan bo'lsangiz, mana shunaqa bo'lganligi uchun ham mana bunaqa qilamiz degan narsa. Buni o'rniga because deb qo'ysangiz ham bo'ladi. Masalan, qanaqa? Since the lessons are online, you can watch it. Online. You can watch it anytime and anywhere. Demak, darslar onlayn bo'lganligi uchun sen buni xohlagan paytingda, xohlagan joyingda ko'rsang bo'ladi. Darslar onlayn ekan, darslar onlayn bo'lganligi uchun degan tarjima chiqadi. Okay? Yoki qarang. Since you are older than your siblings, you will take this responsibility masalan. Responsibility. Ya'ni sen ukalaringdan katta bo'lganligi uchun ham bu mas'uliyatni sen olasan degan ma'noda. Okay? Demak, bu mana bunga o'xshagan narsada I'm not going to school because my teacher is ill ni o'rniga ishlatsangiz bo'ladi. Since my teacher is ill, okay, I'm not going to school today. Ya'ni shuni o'sha joyini almashtirib qo'yasiz va oraga albatta virgul kerak. Qarang, bu virgulning ma'nosi nima? Men sababimni ajratib davomida rezultatni beryapman degan ma'no. Ya'ni meni ustozim kasalligi uchun ham men bugun maktabga bormayapman degan ma'no chiqadi. O'sha uchun virgul har doim qo'yish kerak. Endi tekstga qarang. Since man has done so much damage, insoniyat shuncha zarar qilganligi uchun ham it's up to man to try put matters right. Demak, muammoni hal qilish ham odamlarning o'ziga bog'liq. If it's not already late, agar kech bo'lmasa. Qarang. If there's to be any remedy for our ills, remedy juda ham zo'r so'z, yana bitta. Qarang. Remedy ni tarjimasi bu solution. Qachonki sizga nasib bo'lsa task 2 yozayotgan paytingizda essayda problem solution essayda bemalol ishlatsangiz bo'lar ekan remedy deb, okay? Demak, muammoga yoki qanaqadir yomon vaziyatni improve qilish uchun kerak bo'ladigan solution. Masalan, education is often seen as a remedy for social issues. Ya'ni ijtimoiy muammolarga ta'lim albatta bir davo sifatida beriladi. Ya'ni odamlarga nimanidir o'rgatsak, hal qilsak, bu narsa joyiga tushib ketishi mumkin degandek. Yoki governments are seeking degani qidiryapti remedies for climate change. Demak, climate change ga yechim qidirishyapti, okay? So, remedy degan so'zni noun qilib ishlatsangiz bo'ladi. Remedy for, remedy to do something. Masalan, qarang. There is no simple remedy for unemployment. Demak, ishsizlikka bir oddiygina yechim yo'q, simple yechim yo'q. Bu demak murakkab siyosiy qarorlar, iqtisodiy qarorlar natijasida o'zgaradigan narsa. Bu yerda aytayapti. Agar davo bo'ladigan bo'lsa for our ills. Qarang, ills degan so'z ham zo'r. Ills degani ill o'zi qachonki adjective bo'lsa, bu kasallik. Lekin qachonki bu noun bo'ladigan bo'lsa, bu muammo, ya'ni nimadir noto'g'ri qilib qo'yilgan ish, okay? So, qarang. Problem or harmful thing and illness. Masalan, social ills bo'ladigan bo'lsa, bu ijtimoiy insonlar orasidagi katta muammolar yoki economic ills yoki the ills of the modern world, zamonaviy dunyoning nimasi? Muammolari, o'sha firibgarlik, boshqa. Demak, aytayapti, poverty and pollution are major social ills. Ko'ryapsan? Demak, ochlik hamda pollution bu eng katta major ills, ya'ni muammolar. So the policy failed to address the country's economic ills. Demak, davlatning iqtisodiy muammolarini yecha olmadi. Bu yerda aytayapti, agar biz qilgan muammolar yoki yomonliklarga qanaqadir davo bo'lsa, the remedy ultimately lies in the hands of the young. Demak, yoshlarning qo'lida. The sooner they start doing something about it, the better. Keling, mana bu narsani ko'ramiz. Yana bitta sizga grammar takeaway, okay? Demak, qarang. The sooner subject plus verb virgul the better. Tarjimasi nima? Mana bu subject plus verbni ba'zida tushirib qoldirsangiz ham bo'ladi. U holatini ham hozir ko'rsataman. Keling, birinchi o'sha holatini ko'rsatay sizga. Qarang. Sizga masalan so'rashadi. Deylik, senga qachon pul yuboraylik deydi. Uydagilar qo'ying, uyaltirmang. Qancha tez bo'lsa shuncha yaxshi degani the sooner the better. Okay? Endi bu odatda javob berganda ishlatamiz. Qancha tez bo'lsa shuncha yaxshi. Endi the sooner subject verb the better degan narsa qanchalik tezroq mana shu ishni qilsang yoki shunaqa bo'lsa shuncha yaxshi. Masalan, qarang. The sooner you finish your homework,
virgul the better. Ya'ni qanchalik tez uyga vazifangni qilsang, shunchalik tez yaxshi bo'ladi. Shunchalik tez sen chiqib ko'chada o'ynaysan yoki boshqa. Yoki qarang. The sooner I finish my work, the better. No, bunaqa bo'lmas ekan. Qarang. The sooner we find the remedy for our social and environmental ills, the better. Ya'ni qanchalik tez biz o'sha ijtimoiy va tabiatda qilgan muammolarimizga yechim topsak, shuncha yaxshi. Va tekstda ham xuddi shunaqa deyapti. The sooner they start doing something about it, the better. Ya'ni insoniyat qanchalik tez o'sha tabiatni yechishga harakat qilishni boshlasa, shuncha yaxshi degani ekan. Okay? So, demak, bu bugungi environment haqidagi tekstimiz, guys. Bu yerda esa lug'at hamda grammar takeawaylari sizda o'rganishingiz uchun yana bir ajoyib material. Demak, bugungi darsimiz shundan iborat edi. Sizlar bilan keyingi darsda ko'rishguncha salomat bo'ling. Environmentda asrang.